Ustoz ta'lim sohasida ishlayotganingizga o'zi qancha bo'ldi? 16 yil bo'ldi. 2008-yil bo'lsa 17 yilga borib qoldi. 9 yil. 4 yilga yaqin. 2018-yildan beri 15 yil bo'ldi. 6 yil bo'lyapti bo'lmasa. 8 yildan faoliyat olib boraman. Bolalikdagi orzungiz nima bo'lgan? Eng katta orzungiz? Men bolalikdagi orzular bolalarcha bo'lgan ekanda. Vrach bo'lish. Prezident bo'lish. Prokuror bo'lish edi. Prokuror bo'laman deb o'qiganman to'g'risi. Birinchi dars bergan kuningizni eslay olasizmi? Qanaqa o'tgan? Birinchi dars bergan kunim yaxshi o'tgan. Kutilmaganda shu o'quvchilarga to'plangan joyga kelib, hech qanaqa tayyorgarliksiz, abituriyent holatidan to'g'ridan-to'g'ri xonaga kirib, bir yo'la dars o'tib ketganman. Juda ham hayajonli bo'lgan. Qo'rquv ham, xursandchilik ham bo'lgan. Juda boshqacha o'tgan. Kichkina sinfdagi o'quvchilarga dars o'tganman. 2021-yilda 6-dekabr, 7-dekabrda universitetda berganman. Ertalab sahar 6 da dars o'tganman. Esimda hozirgidek. Birinchi yilini ham eslayman, juda og'ir o'tgan. Juda og'ir bo'lgan. Birinchi yil juda og'ir o'tgan. O'sha birinchi yil eng yaxshi o'quvchidan 4 ta mavzuda oldida ketardim doim. Ta'limga kirishimga Kamol domla sabab bo'lgan, majburlab olib kirgansi ham bo'laveradi. Siz o'qituvchi bo'lmagansiz, qaysi kasb egasi bo'lardingiz? Savdogar bo'lardim. Sayohatchi bo'lardim. Harbiy bo'lardim. Harbiy bo'lganda. Harbiy bo'lishni xohlardim. Sportchi bo'lgan bo'lish mumkin. Prokurorlik asosiy nimam? Tergovchilik. Ideal o'quvchi qanaqa bo'lishi kerak? Har doim o'zini ustida izlanishi, o'zini qoniqish hosil qilishda hech qachon to'xtatmasligi kerak. To'yib dars qiladigan o'quvchi bo'lish kerak. Bitta vazifa bersam, ortig'i bilan bajarib keladigan o'quvchi deyapti. O'zimda bo'lish kerak. Tanlamsiz harakat qiladigan, qattiq o'qiydigan o'quvchi bo'lish kerak. O'z ustida doim ishlagan o'quvchi bo'lish kerak. Vaqtini behuda sarflamaydigan o'quvchi bo'lish kerak. O'zini imkoniyati darajasida harakat qilsa bo'ldi. Sizga maktab payti rosa qiyin bo'lgan. Maktab paytida ham, hozir ham qiyin, rus tili bo'lgan. Kimyo fanidan rosa qiynalgan. Ximiya, biologiya. Biologiya bo'lgan. Fizika bo'lgan. Geometriya bo'lganlik. Ximiya bo'lgan. Eng yaxshi maslahatlarni kimdan olasiz? Doston domladan. Ustozlardan olamiz eng yaxshi maslahatlar. Bir o'zimni onam maktabda o'zimni o'qitgan, ikkinchisi ingliz tilidan ustozim Salohiddin Muhiddinov. Ota-onamdan, Dadamdan, ota-onamdan olaman. Yaxshi maslahatlarni akamlardan olaman.